Diqqat! Aholiga tezkor shoshilinch xabar. O'zbekiston dehqon bozorlarida kartoshka va piyozning narxi pastladi. Go'shtning narxi esa ko'tarildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video ostiga bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llab-quvvatlasin. Diqqat qiling, O'zbekiston dehqon bozorlaridagi oziq-ovqat mahsulotlarining minimal va maksimal narxlari e'lon qilindi. 2025-yil 12-mart holatiga ko'ra ikkita bozor, Yangi Qo'yliq dehqon bozori savdo majmuasi va Eski Juva Chorsuv dehqon bozoridagi haftalik ma'lumot bilan tanishing. Mol go'shtining narxi yanvar-fevral oyiga narxiga qaraganda 10 ming so'mga ko'tarilib, 1 kilogramm mol go'shti 70 ming so'mdan 80 ming so'mgacha sotilmoqda. Qo'y go'shti ham 10 ming so'mga ko'tarildi. 1 kilogramm qo'y go'shti 75 ming so'mdan 80 ming so'mgacha sotilmoqda. Guruchning 1 kilogrammi 16 ming so'mdan 22 ming so'mgacha. Pomidorning 1 kilogrammi 13 ming so'mdan 26 ming so'mgacha sotilmoqda. Kartoshkaning 1 kilogrammi 4300 so'mdan 5500 so'mgacha. Piyozning 1 kilogrammi 1800 so'mdan 3000 so'mgacha sotilmoqda, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabin, sizning hududingizdagi dehqon bozorlarida narxlar qanaqa? Albatta shu haqida kommentariyada yozib qoldiring.